bitta ham mana qarang, men ko'ryapman, juda kenggina bolalar o'ynaydigan joymi, masalan, chunki o'zingiz ishlaydigan joymi qilsangiz, masalan, zo'r bo'ladi. Lekin bitta katta muammo bor. Tepadan kelayotgan issiqlik. Tungi rangi uchun bo'lsa, seri rang battariyani issiq tortadi. Bu yerda yozda eng kamida 60 dan baland grad issiq bo'ladi. Bu yerda o'tirib bo'lmaydi. Ya'ni norm havola 22-25 norm havo bo'ladi. Xo'p, siz tepaga nima qilmoqchisiz? Qanaqa ishim qilmoqchisiz? Eng qulay mana shu penoplast. Penoplast qo'yish. Men sizga bitta zo'r taklif berib ketaman. Bu akalarga ham taklif beraman. Akalar bundan oldin bitta video qo'yganmiz. Ya'ni mana shu ikkita to'singa pastdan reyka qilib turib, reykani tepa tarafidan pokeni qo'yib, pokega mana shu polistirolon tashlashgan. 100% garantiya issiq suv o'tkazmasligi, tez bo'lishi, arzon bo'lishiga garantiya. Eng qizig'i bilasizmi? Ya'ni u ham shog'roq, eng qizig'i bu nafas olganlar hisobiga taxtani chirimasligi, keyin har xil o'zidan hid chiqarmasligi, tepadan kelayotgan ovozni 65 desibelgacha yo'qotib yuborishligi, issiq yo'qolib, sovuq yo'qolibdi, nam bo'lmayapti, shu katta effektning bo'ladi. Xullas, qurilishda ko'p foydali ma'lumotlarni aka mana shu profilga berib boraman. Shu profilga o'tib, o'ziga kerak bo'lgan hamma savollarga javob olsangiz bo'ladi. Aka, siz bizning videoni qayerdan ko'rdingiz? Instagram ko'rdingiz. Aka, siz like bosgansiz, shuning uchun bu aka videoni ko'rganlar. Endi keyingi odam yana ko'rish uchun yana bitta like bosaverasiz. Ziqnaligingiz eng asosiysi aka, sizni issiq sovuqni o'ylayotgan, yomon-yomon davom etasiz, bizdan kuzatish davom etasiz. Sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum.